Binafsha shu'lasi. Ikkinchi kitob. Usoma Muslim. Singan qanot parvozi. Davomi. Saboq jilmayib ko'rsatkich barmog'ini lablariga qo'ydi. Roziga oshxonaga yuring degandek imladi. Rozi o'rnidan turib, uning ortidan ketdi. Katta oshxonaga kirgach, Saboq u yerdagi kursilardan birini tortib, Rozini o'tirg'izdi. Sizni shu yerga olib kira qoldim, uzr. Bu joy sizga munosib emas, lekin darsga xalaqit bermaylik deb shu yerga chaqirdim. Qizlarga aytaman, nonushtani boqqa tayyorlab berishadi. Men borib Maryam xonimga uyg'onganingizni aytay. Uzr so'raydigan ish bo'lgani yo'q. To'g'risi, shu yer yaxshi ekan. Bu qasrda men o'zimni sal xotirjam sezadigan joy shu yer shekilli. Saboq hazillashdi. Qorningiz rosa ochibdi-da. Rozi g'amgin jilmaydi. Yo'q, qornim och emas. Bilmadim. Shunchaki bu qasrda juda katta ekan. Bu yerda o'zimni sal bemalol his qildim. Shunaqa tuyuldi menga. Har qanday joyda ham o'zingizni xohlagandek inson bo'ling. Janob Rozi, biz bu yerda bir butun oilamiz. Oila a'zolari bir-birini laqab bilan chaqiradimi? Sizni nima deb chaqiraylik? Dedi Saboq jilmayib. Farqi yo'q, faqat janob demasangiz bo'ldi. Mayli, o'g'lim. Endi ayting-chi, nima yegingiz kelyapti? Rozi ham hazillashdi. Bu yerda ovqat masalasi juda muhim narsami deyman, a? Uyg'onganimdan beri hamma meni ovqatlantirish dardida. Saboq tokchadan likopcha olib javob berdi. Maryam xonim aytdilar-da, meni ovqatlantirishnimi? Likopchaga obidan quyayotgan Saboq javob qaytardi. Ha, sizga istagan narsangizni muhayyo qilishni buyurdilar. Men esa quyoshni ko'rgim kelyapti. Saboq hayron bo'lib unga o'girildi. Quyosh? Ha, hovliga chiqsam bo'ladimi? Albatta. Yo'l ko'rsatib yuboraymi? Rozi o'rnidan turib tashqariga yurdi. Yo'q, yo'lni o'zim topib olaman. Rahmat sizga, Saboq xonim. Saboq kuldi. O'zingiz ham xonim demang-da, Rozi. Rozi jilmayib oshxonadan chiqdi. Ovqatlanish xonasidan o'tayotib, dars qilib o'tirgan ustoz Nizom bilan Xaninga xalaqit bermaslik uchun ehtiyot bo'lib, tez-tez o'tib keta boshladi. Xanin buni ko'rib, kaftini og'ziga qo'yib o'zini kulishdan zo'rg'a to'xtatdi. So'ng Rozi o'tib ketgunicha unga razm solib turdi. Uy vazifalarini baholashga sho'ng'igan Nizom hech narsani payqamadi. Rozi qasr eshigini lang ochib tashqariga chiqdi. Ko'zlarini yumib, chuqur nafas olib chiqardi. Quyosh nurlari hamma yoqni qizdirayotgan bo'lsa ham, Rozining dimog'iga muzdek shabada urildi. Rozi ko'zlarini ochib, qarshisida ufqqa cho'zilgan bepayon yam-yashil bo'stonni ko'rdi. Rozining ko'zlarini quvnatgan bu bo'stonga turli xildagi anvoyi gullar zeb berib turar. Kecha poyezdning derazasidan ko'ringanga o'xshash sermeva olma daraxtlari bog'ning ko'rkiga ko'rk qo'shib turardi. Rozi bu maftunkor manzaradan bahra olib, eshikning tillarang tutqichini ushlab ostonada bir necha daqiqa turib qoldi. Rozi bu go'zallikni ko'rib sehrlanib qolgandek edi. Uning xayolini qarshisidagi marmarga qo'ngan qushchaning sayrashi bo'lib yubordi. Qushcha chug'ur-chug'ur qilib u yoqdan bu yoqqa sakradi-da, yana qanot qoqib uchib ketdi. Buni ko'rgan Rozining xuddi o'sha qushchadek qanot qoqib bu yerlardan uchib ketgisi keldi. U og'ir-og'ir qadamlar bilan o'ziga eng yaqin turgan olma daraxtning yoniga borib, uning soyasiga o'tirdi. Belini daraxt tanasiga suyab, osmonda suzayotgan bulutlarga termildi. Osmonni zavq bilan tomosha qilib o'tirgan edi, bo'ynida nimadir yurganini sezdi. Kafti bilan o'sha joyni silasa, ustiga bir gala chumolilar chiqib olgan ekan. Rozi o'rnidan sakrab turdi. Ustiga yopishgan chumolilarni qoqib tushira boshladi. Shu payt ortidan erkak kishining ovozi eshitildi. Yaxshimisiz? Rozi ovoz kelgan tomonga burildi. Qo'lida katta qaychi tutgan, keng qo'lqop, katta shlyapa kiygan kishi. Rozi unga salom berib, sekingina gapirdi. Ha, yaxshiman. Mana bu daraxtda chumoli ko'p ekan. Kishi jilmaydi. Sizni bu yerda ilgari ko'rmagan ekanman. Men ham. Ajoyib odam ekansiz, dedi kishi kulib. Mening ismim Rozi, sizchi?
U katta qaychisining o'tkir uchini maysali yerga sanchib, o'ng qo'lqopini yechdi. Rozi tomonga bir necha qadam yaqinlashib, qo'l uzatdi. Men shu yerning bog'boniman. Rozi ham qo'l cho'zib salomlashdi. Tanishganimdan xursandman, janob bog'bon. Bog'bon kulib, kafti bilan Rozining yelkasiga ohista urib qo'ydi. Rosa ulfat odam ekansiz. Nega unaqa deyapsiz? Bog'bon Rozining ortidagi olma daraxtini mushti bilan bir urdi. Daraxt silkinib, g'arq pishgan olmalar duv etib to'kildi. Bog'bon bir olmani yerga tushmasdan chaqqonlik bilan ushlab oldi-da, og'ziga yaqinlashtirib pufladi. So'ng kiyimiga artib Roziga uzatdi. Oling, yeb ko'ring. Rozi olmani oldi, lekin tishlamadi. Olmani yomon ko'rasizmi? Yo'q, lekin qornim to'q. Bir marta tishlash uchun och bo'lish shart emas-ku. Nega? Bog'bon yerdan qaychisini sug'urib ketishga chog'landi. So'ng Roziga tabassum bilan qaradi. Tanishganimdan xursandman. Hali yana suhbatlasharmiz. Rozi uzoqlashib borayotgan bog'bonni kuzatar ekan, o'ziga o'zi gapirdi. Bu g'alati odam nima demoqchi bo'ldi? Bog'bon ko'zdan g'oyib bo'lgach, Rozi yana yerga o'tirib oldi. Faqat bu safar chumolilar in qurgan boyagi olma daraxtining tagiga emas, yashil maysalar ustiga o'tirdi. Birpasdan keyin esa birato'la chalqanchasiga yotib oldi. Olmani ko'ksiga, kaftlarini esa boshining ostiga qo'yib, osmonga termilib yotaverdi. Quyosh allaqachon baland ko'tarilib, deyarli osmonning o'rtasiga kelgan. Nurlari tobora issiqroq, yorqinroq bo'lib borayotgan edi. Lekin Rozi bunga umuman parvo qilmadi. U shunchalik huzur topgan ediki, muzdek shabadada ko'zlari asta-sekin ilinganini ham sezmay qoldi. Rozi bu safar ancha vaqt xuddi kechasi uxlamagandek uzoq uxladi. Uni shirin uyqusidan kimdir oyog'idan asta turtib uyg'otdi. Ko'zlarini zo'rg'a ochib qarasa, qo'lda olma tutgancha Maryam tabassum qilib o'tiribdi. Rozi tezda qaddini rostlab o'tirib oldi. Maryam xonim, bu yerda nima qilyapsan? Dedi Maryam jilmayib. Rozi uyqusirab bo'ynini siladi. Atrofga qarab qizargan ufq sari botib borayotgan quyoshni ko'rdi. Kun botyaptimi? Ha, peshindan keyin seni yo'qotib qo'ydim. Hamma joydan izlab shu yerdan topdim. Maza qilib uxlayotganingni ko'rib uyg'otgim kelmadi. Qarasam kech bo'lyapti. Uyg'onavermaganingdan keyin uyqungni buzishga majbur bo'ldim. Rozi kafti bilan ko'zlarini ishqaladi. Rosa uxlabman-ku, nega bunday bo'lganini bilmayman. Men faqat Maryam turib Rozining yoniga o'tirdi. Nima bo'lyapti? Menga hammasini ro'y-rost aytaversang bo'ladi. Rozi botayotgan quyoshga qarab chuqur xo'rsindi. Bu joyda o'zimni xotirjam his qilmayapman. Maryam hazillashdi. Shuncha uxlagandan keyinami? Rozi g'amgin ohangda dedi. Bunaqa xotirjamlikni aytmayapman. Maryam ham botayotgan quyoshga termildi. Bilaman, bu tabiiy. Vaqt o'tishi bilan ko'nikib ketasan. Ilgari hech o'zimni bunday his qilmaganman. Qanday? Rozi Maryamga qaradi. Begonadek. Maryam Rozining ma'yus ko'zlariga bir necha soniya qarab turgach dedi. Senga va'da beraman, bu tuyg'uni yengib o'tasan. Yengolmasam-chi, sizni ham, otamni ham uyaltirib qo'ysam-chi? Sizlar kutgan narsaga erisha olmasam-chi? Maryam jilmaydi. Men haqimda ham o'ylayapsanmi? Muncha yaxshi. Menga qara Rozi. Otang ham, men ham bitta narsani, sening baxtli bo'lishingni istaymiz xolos. Menga berilganidan ko'proq narsani xohlaganim uchun hayot meni jazolayotgandek tuyulyapti. O'zingni muncha qiynaysan. Sendan bundan ko'prog'iga loyiqsan. Qo'lim yetmaydigan narsaga hech qachon qo'l cho'zmaganman. O'zimda boriga shukr qilganman. Ko'prog'ini istab nima ham qilardim o'zi? Yo'q Rozi. Bu sen o'ylagan narsa emas. Yanada ko'proq baxtni xohlash ochko'zlik emas. Baxtga erishish uchun qilingan harakatlarimiz isrofga kirmaydi. Baxtga? Siz ham yanada baxtliroq bo'lishga harakat qilyapsizmi? Bu qasr, bu boyliklar, shuncha boylik bilan baxtli emasmisiz? Men sizni allaqachon baxtning cho'qqisiga chiqib bo'lgan deb o'ylagandim. Maryam ko'zlariga qalqigan yoshni ko'rsatmaslik uchun nigohini Rozidan chetga burdi. Ko'zini bildirmay artib olib, tabassum bilan dedi. Pul bilan rohatni sotib olish mumkin, lekin baxtni emas. Hamma baxtli bo'lay deydi, lekin har kim uni o'zicha qidirar ekan. Ha, baxtni sotib olish pulga sotilmasa kerak.
To'g'ri, baxtni sotish yoki sotib olish mumkin emas. U faqat hadya qilinadi. Baxtni bizga bizni chin dildan sevadigan insongina hadya qiladi. Shunchaki hech qanday shartsiz, evazlarsiz sovg'a qiladi. Lekin bu baxt biz uni qabul qilganimizdagina to'liq bo'ladi. Demak, baxt olishda emas, berishda ekanda. Ha, nima eksang shuni o'rasan. Yo'q, ekmasang hosil ololmaysan. Biz ekkan hamma urug' ham unib chiqavermaydi. Unsa ham meva bermasligi mumkin. Meva bergan taqdirda ham bemaza bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yo'l juda qiyin bo'ladi. Oxirigacha sabr qilgan odamgina uning mevasiga erisha oladi. Shundagina haqiqiy baxt nimaligini his qiladi. Onam doim aytib yuradigan bir gap esimga tushib ketdi. Maryam nigohini Roziga qaratdi. Nima der edilar? Sovg'asiz hayot tuzsiz taomdek gap der edi. Onam bu gapni otamga aytardi. Chunki onam aytgan qaysidir ishni qilmay o'zini olib qochgan bo'lardi. Otam esa baxtni boshqacha tushunardi. Haqiqiy baxt saodat ortiqcha narsalardan voz kechish, boriga qanoat qilish, o'zingga aloqasi bo'lmagan ishlar bilan ovora bo'lmaslik der edi. Oxiri onam otamga qaratib shippagini otardi. Maryam bu gapni eshitib kulib yubordi, lekin uning ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan edi. Maryam vujudida g'alayon qila boshlagan hislarni yashirishga urinib, qo'ldagi olmani tishladi. So'ng tezda o'rnidan turib, Rozining hayrat to'la nigohidan o'zini olib qochdi. Rozi yonida tik turib, olmadan yana bir tishlab, bilagi bilan ko'z yoshlarini artayotgan Maryamga qarab turdi-da, o'rnidan turdi. So'ng nadomat va xavotir aralash ovozda dedi: "Uzr, sizni xafa qilib qo'ydimmi?" Maryam tishlangan olmani unga uzatdi. "Bugundan boshlaymizmi?" Rozi olmani oldi. "Nimani?" "Baxt izlashni. Uni topmaguncha to'xtash yo'q. Bu yo'lda qancha qiyin sinovlarga duch kelsak ham menga hamroh bo'lishga va'da berasanmi?" Rozi ham olmadan bir tishlab javob berdi: "Va'da beraman." Kitobning davomi bor.